Yaratgan Robbimga hamd sanolar, uning rasuliga bo'lsin duolar. Ismu amalingiz jannatda tursin, ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum yaxshilardan yaxshi insonlarim, yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronalik onlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan Dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Andijon viloyati Paxtaobod tumanida istiqomat qiluvchi Shahzodaxon opamiz bilan bog'landimmi? Ha? Xayrli kunlar bo'lsin opajonim, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan 38 yoshingiz ummatlik baxti bilan tabriklayman opajon. rahmat. Ayni damda sizni Dil izhorim loyihasi tug'ilgan kun tabriklari teleradiodan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Opajonim, bugun bizning loyihamizga yaqinlaringiz orasidan tabriknomalari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi yaqin insoningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Yo'q, yo'qim qolmaydi. Yo'q. Yodgor olmaysiz. Nima? Sodadamizmikin? Bilmadim. Biroz adashyapsiz, yana taxmin qilib ko'ra olasizmi? Kim yaptı? Kela qolganda ko'p kuttirmay, o'zim ayta qolaman. Hatta Sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas mehribon qaynopangiz Yahyoxon opamiz nomidan kelibdi. rahmat debdi. Va ular bilan birgalikda qaynonangiz Yoqutxon ona, qaynopalaringiz Yorqinoy opa, Nigoraxon opa, singlingiz Yodgoray opa, farzandlaringiz Feruzbek aka, Behruzbek aka, jiyanlaringiz Marjonaxon, Husniddin, Zuhraxon, mashhurbeklar ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Rahmat debdi. Sog' bo'lishsin. Ilohim. Opajonim, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni Allohim qodir qilgancha o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Rahmat, kattakon, minnatdorman. Assalomu alaykum, mehribonim, samimiy, latofatli va biz uchun juda ham qadrli bo'lgan, qalbi husnidan-da go'zal bo'lgan mehribonimiz, jigarimiz. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, rasulimizga ummat bo'lgan ayyomingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har bir kuningiz beg'ubor damlar bag'rida, yaqinlaringizning shirin diydorlarida o'tishligini tilab qolamiz. Qalbingiz tubada yashirib qo'ygan pinhon istaklaringiz, niyatlaringiz bo'lsa, barchasi o'z ro'yobini topishligini so'raymiz. Ko'zlaringizdagi nur, yuzingizdagi fayz doimo porlab, atrofga ziyo taratib tursin. Mening baxtimga hamisha sog'-omonlikda davron so'rab yuring ilohim. Allohimning ikki dunyosida ham suygan bandalari qatoridan joy olishlik nasib qilsin. Har bir qadamingizdan baxtlar chaqnab tursin. Omad va zafarlar poyingizga tiz cho'kib, xizmatingizga shay tursin. Sizni siz o'ylaganingizdan ko'proq yaxshi ko'ramiz. Mana shunday mehrli, muhabbatli hayotimizga, rishtamizga ko'z tegmasin ilohim. Barchamiz birgalikda haj umra ziyoratlarga borishlik, muborak qadam joylarda farz amallarni bajarib kelishlik nasib qilsin. Barcha ezgu niyatlaringiz, tilaklaringiz barchasi ijobat bo'lishligini tilab qolamiz. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib, hamisha baxtimizga sog' salomat bo'lib yuring. Doimo chehrangiz quyoshdek bo'lsin. Ko'zlaringiz quvonch, mehrga to'lsin. Uzoq umr ko'ring, baxtga burkanib, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Allohimning sevimli bandasi bo'ling. Baxt omad qarshilab yuzlarga kiring. Hamisha biz uchun salomat bo'ling. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin.
Shodlik quvonchlarga bo'ling hamxona, baxt sizga bir umr bo'lsin koshona, umringiz har kuni bo'lsin shodiyona, tavallud kuningiz muborak bo'lsin deya joyi bo'lgan o'zlarini, dil izhorlarining va she'riy maktublarini aynan siz uchun yo'llab o'tibdilar. Sizni ham mehribon jigarlaringiz uchun samimiy tilaklaringiz voz yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Rahmat katta, hammasiga sog' bo'lsin, hammasi. Yaxshi ko'raman hammasini. Niyatlariga yetsin, farzandlar rohatini ko'rishsin. Amin. Rahmat kattakon, rahmat aytganingiz kelsin. Mana shunday mehribon yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib, shukronali kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Ko'taradi g'amimni, to'ldiradi kamimni, mendek ko'ngil yarimni, jigarlarim bor bo'linglar. Ko'taradi g'amimni, to'ldiradi kamimni, mendek ko'ngil yarimni, jigarlarim bor bo'linglar. Og'risam chopib kelar, yuragi oqib kelar, yo'q joydan topib kelar, jigarlarim bor bo'linglar. Har kimniki o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga, gullar sochar iziga, jigarlarim bor bo'linglar. So'zlari otamniki, ko'zlari onamniki, biriga bersin ikki, jigarlarim bor bo'linglar. Biriga bersin ikki, jigarlarim bor bo'linglar. Jigarlarim bor bo'linglar.